İnsan suresi Мәдинеде nazil bo'lgan. Jami 31 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İnsan ananing qo'rsig'ida bir muddatni o'tkazdi. U arzimaganlikdan tilga ilinadigan narsa emas edi. Shubhisizki biz insonni aralashma ma'ni, ya'ni er bilan ayollarning ma'nisidan yaratdik. Uni biz sinaymiz. Şunun üçün biz nazil qılğan ayetlerimizni anlasın, kainatni yaratquchining birligiga dalolat qiladigan dalillarni ko'rsin deb anglaydigan, ko'rdigan qilib yaratdik. Shubhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mo'min bo'lib, yaxshi yo'lda mengib, Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir. yoki fajir bo'lib yomon yo'lda mengib kufrlik qilg'uchidir. Shubhisizki biz kafirlarga putlarga silingan zanjirlarni, bo'yinlariga silingan taqoqlarni va yenib turgan do'zaxni tayyorladik. Haqiqatan yaxshilar kafir aralashtirilgan, may bilan to'ldirilgan jamlardan ichidir. O kafir cennetdeki bir bulaqdan itilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi. O bulaqni ular xohlagan joylarga eqitib bora oladi. Ular o'z ustiga qasam ichib olgan ishni o'rinlaydi va dahshati keng doirlik bo'lgan kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. O'zi muhtoj turuqliq miskinga, yetimga va asirga taom berdi. Ular aytidi: sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhisizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan og'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr toqatlari uchun Allah ularni jannat bilan va u yerdagi ipak liboslar bilan mukofotlaydi. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. Jannatdagi daraxtlarning soyalari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilinadi. Ularga tamoq qachilangan kumush taqsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidak suzuk jamlar aylandirib sunilib turdi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ish kuchilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemibmi qolmaydi. Ularga yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jamlar, ya'ni jamdagi maylar sunildi. Jannatda salsabil deb atiladigan bir buloqmi bor. Qerimay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan cheg'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni tirilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rasan. Ularning uchisida yupqa ipak va qalin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Parvardigori ularga pok sharob sunudi. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ey Muhammad, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nazil qildik. Sen Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga va kufrlik qilg'uchiga bo'ysunmag'in. Atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qig'in, Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih et. Shubhisizki bular dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi.
Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni aloq qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamni dastatdik. Shubhisizki, bu oyatlar vaz nasiyatdir. Bu vaz nasiyatdan foydalanishni xohlagan odam Parvardigoriga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Alloh xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Alloh zolimlarga qattiq azobni tayyorladi.